Bitta odam bo'lgan ekan, shu shaytonni qo'lga olish uchun 40 yil harakat qilibdi-da. 40 yil harakat qilib, shu kunlardan bir kun shartta butulkani olibdi-da, ichini ochib, o'sha shaytonni qo'lga olibdi. Qopqog'ini bekitibdi. Xursand bo'lgan, sovuq ter chiqib ketgan onasi debdi, mana 40 yil mehnatimiz zoya ketmadi. Shaytonni va nihoyat qo'lga oldim. Sen shunga qarab tur. Men boraman, bozorlik qilaman, bir osh qilasam, maza qilib osh yeymiz, chunki 40 yil mehnatim ketdi. Mehnatim zoya ketmadi. Mana shaytonni qo'lga oldim. Eri chiqib ketishi bilan qiziquvchan xotin bunda qarab turibdi-da, shu qanaqa bo'lar ekan bu shayton? Qopqog'ini ochibdi-da, shayton chiqibdi-da, endi chiqqandan keyin katta bo'ladi. Chiqib xaxalab kulibdi, "Ahmoq xotin" debdi, "Ahmoq xotinsan. Ering 40 yil harakat qiluvdi. Sen 40 soniyalik qiziqishing tufayli meni shu shishadan chiqarib yubording. Ahmoq ekansan" desa, xotin bir qarab qo'yibdi, pinagini ham buzmay yana ishini qilishda davom etaverdi. Keyin jahli chiqibdi shaytonni, debdi xotin. "Sen afsuslanmayapsanmi? Eringni 40 yillik mehnati ketdi" desam, "Bundoq qarab. Sen uyalmaysanmi?" debdi. "Nimadan uyalishim kerak edi? Yolg'on gapirishdan. Menga yolg'on gapiryapsan. Birinchidan bu shishaga sig'maysan. Ikkinchidan sen bu shishaning ichidan chiqmading, qayerdandir paydo bo'lding, meni aldayapsan" debdi. Keyin shaytonni jahli chiqibdi, "Menga ishonmayapsanmi?" debdi. "Hozir ishga kirib ko'rsataman" debdi. "Kirolmaysan, sig'maysan" debdi. Shayton jahl ustida shartta butulkaga kirgan ekan, ayol oldinda qopqog'ini yopib qo'yibdi. Yana ishida davom etaverdi. Keyin shayton Allohga yuzlangan ekan. "Ayolni yaratar ekansan, nima qilarding? Meni yaratding."